Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz qadrdonlar. Mana bugun Bekobodga zafarga ketyapmiz. Ro'zimboy aka, mana endi siz o'sha hali gapimiz boyaga chala qoldi. O'sha nimada faylasuf bo'lib o'tdi. Yo'l bo'yi endi gaplashib ketamiz. Endi san'atkor, ijodkor nimadan gaplashadi? Shu san'at ijoddan gaplashadi-da. Men shu aytmoqchi bo'lganim, mana ajoyib san'atkorlar bor, ovozlari zo'r, o'zi ham yaxshi obrazlar yaratib xalqqa tanilib qolgan. O'tib ketgan bo'lsa ham xalq eslaydi. Haligacha masalan Hamza Umarov degan odam bo'lgan-a. Hamzaga ovozi ham zo'r bo'lgan, mana dublyaj qiroli deydi-ku. Xuddi shunaqa har bir insonga Alloh taolo qudrat berganda ovoz jihatdan har bir insonning ovozi o'ziga xos bo'lishi mumkin. Faqat buni uchun ishlash kerak. Bitta misol keltirmoqchiman. Demos Fen degan odam bo'lgan. Bu odam bizni eramizdan oldin yashagan, Donashi eri deydi buni. Bizni eramizdan oldingi mingilliklarda yashagan odam. Yunonistonda yashagan, faylasuf bo'lgan. Nihoyatda ravon, nutqi chiroyli va jozibali, quloqqa yoqimli eshitiladi ovozi. Uni eshitganda odamlar sehrlanganda, uni eshitib mahliyo bo'lgan so'zlariga. O'sha odam o'zi aslida tug'ilganida bunaqangi notiq bo'lib tug'ilmagan. Tili chuchuk bo'lib tug'ilgan. Ya'ni ishini aytolmaydi, zini aytolmaydi. Tili chuchuk odamlar bo'ladi-yu. Xuddi shunaqa bo'lgan u. Keyin u nima qilgan? Tilini to'g'irlash uchun dengiz bo'yiga borib, dengiz shovqinida dengizga qarab hayqira boshlaganda, o'sha chiqmayotgan harflarni baqirib aytib, jon-jahdi bilan tilini tuzatganda u. Tushunyapsanmi Sherzod? Ana o'sha mehnat, tinmay mehnat qilish, dengizga qarab hayqiraverish, baqiraverish chiqmayaptimi? Yana o'sha nutqini, o'sha shisi chiqmaguncha, zisi chiqmaguncha baqiryapti. Har kun kelib baqirib ketadi dengiz. Mehnat qilyapti, ko'rasizmi? Ijod. Agar aktyorga qiyoslasang, u sahnada ishlayapti-da. Xuddi boya aytganimdek, Mironov deydi. Mironov ham boshida bizdarniy aktyor deyishgan. Uni teatrda ham juda aktyorlar hamma yomon ko'rgan, chunki orqaga tortyapti, spektakl hamma tayyor bo'lgan, bu tayyor emas, chiqarib bera olmayapti, tushundingmi? U hammadan keyin qolib kuniga 8 soatdan ishlashga o'tganda u sahnadan tushmagan 8 faqat obedga tushadi, o'zini ehtiyoji uchun tushadi, bo'ldi. Boshqa paytda 8 soat sahnada u. Ko'nglim nega yig'layapsan, qasamlardan qaytildimi?